Assalomu alaykum. Bitta kofe order qilib bering. Necha pul? 50 ming. 50 ming? Men 50 mingga 20 marta avtobusga o'tiraman. Вообще, может, 100 ming? Bitta stakan bering bo'ldi. Pulim yo'q men. Stakan 10 ming so'm. Qanaqa 10 ming so'm? Savob. Xo'p, qarang, sizni orzungizdagi egiz qancha daromad qilish kerak? 50,6 milliard dollarов. Bu butun umr davomidami? Yo'q, конечно, bir oyga хотя бы. Xo'p, qarang-da, agar siz kam daromadli erkakni yaxshi ko'rib qolsangiz. Bu nereально, потому что o'zimni 10 ta uyim bor, 25 ta bizneslarim bor va 45 ta mashinalarim bor. Men kamida 100 ming so'm turadigan kofe ichamanda va qimmat restoranlarga ovqatlanaman, чтобы отравление bo'lmasligi uchun men bu yerga Lois mashinasida kelganman. Balkim Rolls-Royce'dir. Ha, o'sha. Xo'p, qarang, shu o'zi turishingiz qancha turadi? Okajon, pulingiz yetmaydi. Mana shu ishtonim 500 dollar turadi. Bu водолазкам где-то 350 dollar turadi va bu soatim Rolex bu где-то 3000 dollar turadi. You understand me? Oho, ya'ni inglizchani ham bilasizmi? Конечно, men Turkiyada katta bo'lganman.